Germaniyada ishchi kuchi kam, ya'ni qariyalar soni yuqori, yoshlar soni kam. Shuning uchun Germaniya boshqa davlatlardan, xususan O'zbekistondan ham ko'plab ishchilarni o'ziga jalb qilmoqda. Agar maktab o'quvchilari qiziqsa yoki yoshlar qiziqadigan bo'lsa, birinchi o'rinda ularda eng kamida maktabni bitirganlik haqidagi hujjat kerak bo'ladi. Attestat. Hozirda attestat deyiladi. Mana bilamiz, O'zbekiston sharoitida agar biror bir universitet talabasi bo'lishi mumkin yoki xohlagan kandidat, demak praktika qiladigan bo'lsak, unga nisbatan maosh berilmaydi O'zbekiston sharoitida, to'g'rimi? O'zi kandidatlar u yerga borganda qanchadir maosh oladimi yoki bu narsa tekinga bo'ladimi? Qo'shimcha ishlashingiz ham mumkin. Haftasiga 20 soat berilgan hozirgi kunda ruxsatnoma. Bu soliqsiz 1000 yevrogacha boradi. Biz bularni bitirib primoy mutaxassis bo'la olmaymiz, ya'ni vrach yoki stomatolog bo'lib keta olmaymiz. Undan keyin yana o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsa, universitetlar, institutlar bor, bemalol shularda o'qib turib, keyin asosiy mutaxassis bo'lish mumkin. Chem Rossiyaga ketgandan ko'ra Germaniyaga ketib, o'qib, ishlab, keyin qo'lida Yevropaning hujjati bo'ladi. Ya'ni bu Ausbildingdan olgandan keyin hujjatini, ya'ni so'yiklikni olgandan keyin butun Yevropada ishlash imkoniyati bo'ladi. Bizda ham bitta taklifimiz bor, masalan, sizlar uchun, meditsina xodimlari uchun kollejda 3 yillik kollejda o'qigan bo'lsangiz va sizda minimum 1 yillik tajriba bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz o'qitib, ya'ni nemis tiliga o'zimiz o'qitib, tayyorlab 1 yil muddatimiz bor va uni barcha xarajatlarni o'zimiz qoplaymiz. Ya'ni ish beruvchi bilan bizda shartnomamiz bor, Germaniyada klinika bilan o'zimiz qoplaymiz va nemis tilini ham o'rgatib, yo'l chiptasigacha ish beruvchi qoplab beradi. Assalomu alaykum do'stlar. Edzon podkast loyhamizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun bizda juda ham qiziqarli podkastimiz bo'lib o'tadi, chunki bugungi mavzuyimiz Germaniyada ish hamda o'qish haqida qisqacha gaplashamiz. Bizda bugungi mehmon Dostonbek Abdujabborov, hozirgi kunda Edzon o'quv markazida De Visum loyihasi mutaxassisi. Assalomu alaykum Doston aka. Assalomu alaykum Shahboz. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'p, Doston aka, bugungi kunda bilamiz, Germaniya yoshlarimiz uchun juda ham katta imkoniyatlarni eshigini ochyapti. O'zi aytib bera olasizmi, nima uchun aynan Germaniya? Nima uchun aynan Germaniya? Germaniya hozirda agar yoshlardan yoki ishdan oladigan bo'lsak, Germaniyada ishchi kuchi kam, ya'ni qariyalar soni yuqori, yoshlar soni kam. Shuning uchun Germaniya boshqa davlatlardan, xususan O'zbekistondan ham ko'plab ishchilarni o'ziga jalb qilmoqda. Germaniyada yashash yoki oylik daromad topish juda ham yuqori va yashash yaxshi. Shuning uchun yoshlarimiz Germaniyani tanlayapti. Xo'p, bu aytilgan demak qulayliklar nafaqat yoshlar, balki yoshlari demak 40 yoki 50 yosh uchun mo'ljallangan insonlar uchun ham mos tushadi. Asosan yoshlar uchun 43 yoki 45 yoshgacha asosan. Chunki yoshlar Germaniyaga boradigan bo'lsa, ularda ko'p yillab ishlaydi va ularning kuchi ham, mehnatga layoqati ham yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni yoshi kattalarga nisbatan. Keyin yoshlar ularda nima qiladi? Birinchi Ausbilding degan narsa bor, agar xabaringiz bo'lsa. Ausbilding ham o'qitib, ham ishlaydi, ya'ni mutaxassis qiladi qaysidir sohani. Undan keyin u yoqda ko'p, ya'ni Yevropada ishlab qolish imkoniyatingiz bor. Sizda Germaniyaning hujjati bo'ladi qo'lingizda. Tushunarli. Shuning uchun asosan yoshlarni tanlaydi. Tushunarli. Rahmat javob uchun. Xo'p, Doston aka, endi menimcha podkastimizga yana ham chuqurroq kirsak bo'ladi. Xo'p, Doston aka, bilamiz, Germaniyada juda ham ko'plab dasturlar bor. Ya'ni yoshlarimiz yoki yoshlari demak 30-40 yoshda bo'lgan insonlar uchun ketish uchun mo'ljallangan. Xo'p, hozir aytib ketdingiz, demak bizda Ausbildung degan dastur bor deb. O'zim to'g'ri shaxsan bu mana shu dasturni eshitganimda boshida tushunmaganman. O'zi bu o'qishmi yoki ishmi deb. O'zi soddaroq tilda aytganda bu mana shu terminni bizga tushuntirib bera olasizmi? Soddaroq tilda aytganda agar o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bu kasb-hunar kolleji deb olsak bo'ladi. Ya'ni kasbga o'rgatish. Xo'p, unda necha yoshdan qabul qilinadi? Imini O'zbekistondan qabul qilinadigan 18 yoshdan yuqori yoshlar, u yog'i yosh ketaveradi. Ya'ni chegarasi yo'q. Har xil sohalarda qilishingiz mumkin. Mehmonxonada ishlayman desangiz, mehmonxona yo'nalishida, mexatronikaga qiziqadigan bo'lsangiz, mexatronikada qilishingiz mumkin yoki misol uchun sotuvchilikka qiziqadiganlar sotuvchilikda qanaqadir katta sentrlarda qiladi. Masalan, Korzinkaga o'xshagan joylarda, agar joy topsangiz, shunaqa joylardan, ya'ni sotuvchilik bo'yicha ham Ausbilding qilsangiz bo'ladi. Bu ba'zi bir sohalar xolos. Yoki agar meditsinaga qiziqadiganlar bo'lsa, meditsina yo'nalishida ham stomatolog yordamchisi yoki hamshira bo'lib ketsa ham bo'ladi. Xo'p, demak, o'zi mana aytdingiz, turli xil sohalar tanlash mumkin deb Ausbildingda. O'zi Doston aka, mana shu Ausbildingni topshiruvchi demak kandidatlarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin. O'zi unga talablar qanday? Sertifikat qanday bo'lishi kerak yoki hujjatlar va hokazo. Xo'p, agar birinchi talablarni oladigan bo'lsak, agar maktab o'quvchilari qiziqsa yoki yoshlar qiziqadigan bo'lsa, birinchi o'rinda ularda eng kamida maktabni bitirganlik haqidagi
hujjat kerak bo'ladi. Attestadda. Attestat. Hozirda attestat deyiladi. Yokida agar kollej bo'ladigan bo'lsa, kollej. Qaysidir kollej yoki maktab bitirganlik birinchi o'rinda, undan keyin Lebenslauf kerak bo'ladi, bu rezyume. Rezyume. Rezyume, undan keyin motivatsion xat. Asosiy hujjatlarimiz motivatsion xat kerak bo'ladi. Keyin buni ish beruvchiga, ya'ni u yoqdan ish topib turib, joy topib turib ish beruvchiga jo'natiladi. Ish beruvchi ko'rib chiqib, keyin Vorstellungsgespräch deydi, ya'ni tanishuv suhbatiga qo'yiladi. Shu suhbatdan o'tgandan keyin shartnoma, ya'ni Vertrag keladi. Keyin demak Germaniyaga ketish. Keyin Germaniyaga ketish mumkin. Uni talablari keyin nemis tili osonroq yo'nalishlar bo'ladigan bo'lsa B1 hozirgi kunda meditsina yoki qiyinroq IT yo'nalishlari bor masalan, ularga minimum B2 kerak bo'ladi. Minimum B2. Tushunarli. Xo'p, yana ham ichkariroq kiradigan bo'lsak, bizda zo'r savol bor bu uchun. Mana bilamiz, O'zbekiston sharoitida agar biror bir universitet talabasi bo'lishi mumkin yoki xohlagan kandidat, demak praktika qiladigan bo'lsak, unga nisbatan maosh berilmaydi O'zbekiston sharoitida, to'g'rimi? Germaniyada ham aytdingiz, demak bizda ham 3 kun o'qish, ham demak praktika, nazariya birma-bir parallelni ketadi. O'zi kandidatlar u yerga borganda qanchadir maosh oladimi yoki bu narsa tekinga bo'ladimi? Yo'q, u albatta maosh oladi. Ya'ni O'zbekistondan kelishilib ketadi bu. Ya'ni shartnomangizda hamma narsa ko'rsatilgan bo'ladi. Necha kun shule, ya'ni maktabiga borasiz, kasb-hunar maktabiga, necha kun ishlaysiz bu o'zingizning sohangiz bo'yicha. Masalan, birinchi yoki ikkinchi kurslarda, ya'ni 3 yillik bo'ladi. Birinchi yoki ikkinchi kurslarda siz 2 kun maktabiga borasiz yoki 3 kun maktabiga borasiz. Bu sohangizdan kelib chiqib bo'ladi. Qolgan kunlarda ishlaysiz va uning ichida 2 kun dam olish kuningiz ham bor. Shanba, yakshanba. Shanba yoki yakshanba bu asosiy industriya yo'nalishlari bo'yicha yoki meditsina yo'nalishlari bo'yicha, lekin mehmonxona, gastronomiya yo'nalishlarida unaqa emas. Ya'ni sizni ustingizdan boshlig'ingiz xohlagan kuniga, ya'ni o'zini xohlagan kuniga dam olish kunlari qo'yib berishi mumkin. Ketma-ket 2 kun bo'lishi mumkin yoki 1 kun dushanba masalan, juma bo'lishi mumkin. Lekin haftada albatta 2 kun dam olasiz. Buning uchun siz eng minimum 900 euro hozirgi kunda, u yog'i 1200-1300 eurogacha maosh olishingiz mumkin oyiga. Va do'stlarga bilamiz, Germaniyada bizda turli xil soliqlar bor, kvartira to'lovlari. O'zi mana shu aytilayotgan summa ketgan kandidat uchun yetadimi? Bir oylik uchun sarf xarajat uchun? Albatta biz bilamizki, bu talabalar uchun beriladigan summa. Bemalol yetadi, orttirsa ham bo'ladi, lekin yotoqxona to'lovlari, yemoq-ichmoq, hozir bilasiz, Germaniyada ham narxlar ozgina ko'tarilgan. Shuni hisobiga yotoq va yemoq-ichmoqdan tashqari o'ziga 300-400 orttirsa bo'ladi. Agar tejamkor bo'ladigan bo'lsa, bemalol yetadi, lekin qo'shimcha ishlashingiz ham mumkin. Haftasiga 20 soat berilgan hozirgi kunda ruxsatnoma. Bu soliqsiz 1000 eurogacha boradi. Mini job qiladigan bo'lsangiz, mini job, ya'ni qo'shimcha haftasiga 10 soat bo'ladi. Bu umuman soliq to'lamaysiz, 550 eurogacha olasiz. Haftada 10 soat ishlaysiz bo'ldi. Haftada 10 soat. Mana bu qarang, aytdingiz-ku, haftasiga 20 soat ishlash mumkin debchi. Shunda qarang, mana haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsa, bir kun misol uchun ko'proq soat ishlab, bir kun kamroq soat ishlasang bo'ladi. Umumiy hisobda 20 soat chiqsa bo'ldi. Shunday. Shunaqa-ya? Lekin asnovno unaqa emas. Birinchi asosiy ish beruvchingiz ruxsat berish kerak bunga. Asosiy ish beruvchingiz agar xo'p, sen 20 soat ishlashga ruxsatnomang bor desa, ishingizdan tashqari o'ziga ish topasiz. Misol uchun kuniga 2 soatdan bo'lishi mumkin yoki 3 soatdan yoki 10 soatdan bo'lishi ham mumkin bu. Haftaning oxirida shanba-yakshanbaga o'zingiz to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, misol uchun shunda mehmonxonalarda asosiy ishlar, gastronomiya, restoranlarda yoki Reinigung deb aytdim, misol tozalash ishlari bo'ladi, ya'ni ofislarda yoki mehmonxonalar tozalash ishlari bo'ladi. Shunaqalarga haftada 1 marta yoki 2 marta borib, shu aytilgan 550 yoki 900 eurogacha yoki 1000 eurogacha summa topishingiz mumkin. Bu qo'shimcha daromad o'zingiz uchun. Demak, summa bo'yicha uncha muammo bo'lmaydi. Yo'q. Yashash bo'yicha, oylik bo'yicha, pul bo'yicha Germaniyada xudoga shukr muammolar kam. Bo'ldi, rahmat kattakon. Xo'p, demak, mana bilamiz, hozirgi kunda ko'pchilik O'zbekiston yoshlari ketmoqchi, hammasi emas, endi ko'pchilik miqdori Germaniyaga. Va ayta olasizmi, o'zi mana shu Ausbildung yo'nalishi bo'yicha o'zbek yoshlarimizga eng mos tushadigan va eng mashhur sohalar hozirgi kunda qaysilar? Nima uchun aynan lekin Ausbildungga ketmoqchi yoshlarimiz universitetda o'qimagan yoki universitetga topshirgisi kelmasdan chet elda o'qimoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun Germaniyani men tavsiya beraman, chunki Germaniya ta'lim tizimini o'zingiz bilasiz. Misol uchun
top 10 talik yoki 5 talik davlatlar qatoriga kirgizsangiz ham bo'ladi. Shu qatorda Ausbilding ham shunday. Bu yerda ham ta'limni o'rganadi, ham tilni o'rganadi, ham madaniyat, ham pul ham topadi. Bu ko'p davlatda berilmaydigan imkoniyatlardan bittasi. Sohalarga keladigan bo'lsak, asosan gastronomiya sohalari, mexatronika, ishlab chiqarish sohalariga ko'proq talablar bor. Agar bolada meditsinaga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, MFA, ya'ni meditsinasi Fachangestellte deb qo'yadi buni. Ya'ni hamshira bo'lib yoki medbrat bo'lib ishlashi mumkin. Ya'ni Ausbildingni tamomlagandan keyin. STFA deydi. Bu san medizinische Fachangestellte, ya'ni tish doktori yordamchiligi. Keyin bu yerda yana bir narsa bor. Biz buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz bularni bitirib primoy mutaxassis bo'la olmaymiz. Ya'ni vrach yoki stomatolog bo'lib keta olmaymiz. Undan keyin yana o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsa, universitetlar, institutlar bor. Bemalol shularda o'qib turib, keyin asosiy mutaxassis bo'lish mumkin. Ya'ni bakalavr olgandan keyin. Juda ko'pchilik savol beradi. Men stomatolog yordamchisi bo'lib turib tish ola olmaymanmi yoki tish davol olmaymanmi? Yo'q, unaqa emas. Stomatologda faqat yordam beradi, xolos. Ularda asosan vrachlar ishlaydi bu yo'nalish aniqlari bo'yicha. Mutaxassislar bo'ladi. Tushunarli. Bo'ldi. Demak, Ausbilding dasturi bu bizda ketmoqchi bo'lish uchun eng optimal dasturlardan biri. Chem Rossiyaga ketgandan ko'ra Germaniyaga ketib, o'qib, ishlab, keyin qo'lida Yevropaning hujjati bo'ladi. Ya'ni bu Ausbildingdan olgandan keyin hujjatini, ya'ni so'yiknisni olgandan keyin butun Yevropada ishlash imkoniyati bo'ladi. Xohlasa Ispaniyaga boradi, bu o'tadi. Xohlasa Fransiya, xohlasa Italiyada bu o'tadi, bemalol ishlash mumkin. Lekin men o'ylaymanki, hamma Germaniyada o'zida qoladi. Albatta. Xo'p, demak, ikkinchi dasturga o'tsak bo'ladi. Xo'p, Doston aka, bilamiz, mana Ausbildingdan keyingi hozir topoviy dasturlardan biri bu Au Pair degan dastur. Mana ko'pchilik o'zim tanishlarimdan bo'lgan, ko'pchilik bu narsani ma'nosini biladi, lekin o'zbek tilida tarjima qilgan ana bu enaga degan so'zga tushib qoladi-da. O'zi enaga degan ma'noda biz faqat qizlarni tushunishimiz mumkin. O'zi bu sohada bolalar ham ishlashi mumkinmi? Shu haqida ham qisqacha aytib bera olasizmi? Bu bo'yicha o'zimga ham savollar, juda ham ko'p savollar kelib tushadi. Imminni qizlar uchun va qanday qizlar uchun? Turmushga chiqmagan 18 yoshdan yuqori va 27 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun bu dastur. Asosan qizlar uchun, chunki bolalar bilan bilasiz, o'g'il boladan ko'ra qizlar ko'proq kelishadi. Keyin xavfsizroq ham deb qaraladi bu narsa. Shuning uchun ko'proq qizlar boradi, bolalar ham boradi, bormaydi emas, lekin 100 tadan bitta, 100 tadan ikkita bo'lishi mumkin. Ya'ni pravasi bor bolalar bo'lsa, ya'ni mashina haydashni biladigan pravalari bo'ladigan bo'lsa, imkoniyati bor. Til darajasi yuqori bo'lishi kerak. Lekin qizlarga bu imkoniyat yuqori, ya'ni eng optimal variantda oson ketish yo'llaridan bittasi oila topadi, bitta gaplashadi. A1 daraja yetarli bo'ladi ular ketish uchun. Bu yerda 6 oydan 18 oygacha au pair qilishlari mumkin. Demak, vaqt chegaralangan. Vaqti chegaralangan. Minimum 6 oy bitta oilada 18 oygacha cho'zish mumkin bu narsani. O'ziga u yoqda Ausbilding qiladimi, borib olgandan keyin universitetga topshiradimi, FSJ qiladimi, xohlagan yo'nalishini, ya'ni o'zini yo'lini topib ketguncha, ya'ni 1 yil 6 oyda undan keyin oila bilan xayrlashadi. Qolgan vizasini turini o'zgartiradi, au pair vizadan. Shunda demak, kandidat agar au pair degan dastur qilmoqchi bo'lsa, o'zi bu dasturdan maqsad tushunishim bo'yicha, misol uchun nemis til A1 deb aytdingiz, to'g'rimi? Ular nemis oilasiga boradi, to'g'rimi? Nemis oilasiga boradi, asosan nemis oilalariga boradi. U yerda turklar ham ko'p, bilasiz, turklar ham oladi, olmaydi emas, lekin asosan nemis oilalariga boradi. Bu nemis tilini kuchaytirib, u yoqda o'ziga mos keladigan yo'nalishni topib, Ausbilding qilsa, studium qilsa, shundan keyin vizasi almashgandan keyin chiqib ketadi oiladan. Va bu narsani qilishga oila unga podдержка beradi. Qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, keladigan podдержка, ya'ni qo'llab-quvvatlashga keladigan bo'lsak, borgan oilasida qiz yoki bola bo'ladigan bo'lsa, tekinga turadi, ya'ni kvartiraga pul to'lamaydi, o'zining alohida xonalari, hamma sharoiti ichida bo'ladi xonasini, ya'ni oilaga aralashmaydi. Keyin oyiga hozirda 280-310 yevrogacha Taschengeld, ya'ni cho'ntak puli beradi ularga. Hamma rasxodlardan tashqari, misol uchun kvartirada pul to'lamaydi, oziq-ovqatga pul sarflamaydi. Shundan kelib chiqib, ular 310 yoki 290 yevro pul miqdorini beradi. Bu o'zi uchun xolos. Va uning Deutschland Ticket bor, ya'ni Germaniya bilet netda, ya'ni jamoat transportlariga 1 oylik chiptalarni
olib beradi oila. Demak, ketgan kandidatning asosiy vazifasi bu o'sha nemis oilasidagi farzandlarga qarab turish. Farzandlariga qarash. Uni ham 24 soat, misol uchun bir kunda bo'ladigan bo'lsa, uni ham 6 soatida ishlaydi xolos. Haftada 5 kun, 2 kun shanba yakshanba dam oladi. Shanba yakshanba o'zini nemis tili kursiga boradi. Misol uchun nemis tili kursini ham oila to'lab beradi uni. 6 soatgina maktabga borsa maktabga, bog'chaga borsa bog'chaga olib boradi, olib keladi, birpas o'ynaydi, birlar darsini qiladi, bo'ldi. Shundan keyin kuniga 6 soat belgilangandan keyin 6 soat ishini qiladi-da, undan keyin qolgan vaqti o'zi uchun bo'ladi. O'zi uchun xohlasa aylanishi mumkin, Xohlasa aylanishi mumkin. shopping qilishi mumkin. Shopping qilishi mumkin. Bergan Tashingelga. Tashingelga. Okey. Rahmat kattakon. Xo'p, do'stlar aka, mana ketayotgan kandidat o'zi borayotgan oila bilan tanishgan bo'ladimi, muloqot bo'ladimi orada yoki boshqachami? Asosan qizlarimiz oilani topadi birinchi. Topgandan keyin WhatsAppda Vorstellungsgespräch bo'ladi. Oila bilan suhbat bo'ladi. U qanaqa oila o'zi, nechta farzandi bor, kim ular, misol uchun qayerda ishlaydi, nima ish qiladi. Keyin qiz haqida ham ma'lumot oladi. U oilada nechinchi farzand, turmushga chiqqanmi, chiqmaganmi, yoshi nechida, birinchi gaplashib olishadi. Agar bir-biriga ma'qul kelsa, keyin oila shartnoma jo'natadi, keyin chaqiradi. Keyin u yoqda oilani o'zi kutib oladi. Aeroportdan o'zi kutib olib, o'zi olib ketadi. Undan keyin qolgan hujjatlarni, sug'urta, hamma narsasini oila qilib beradi. Demak, hamma xavfsizlik qoplangan. Hamma xavfsizlik davlat tomonidan, oila tomonidan Ketayotgan qizlarimiz uchun demak xavfsiz dastur hisoblanadi. xavfsiz dastur hisoblanadi. Tushunarli. Rahmat kattakon do'stlar aka javoblar uchun. Xo'p, do'stlar aka, biz siz bilan hozirgi shu paytgacha Ausbildung hamda qizlarimiz uchun zo'r dastur hisoblangan Auper bo'yicha gaplashdik. Shunday. Va keyingi dasturimiz bizda FSC deb nomlanar ekan. Xo'p, do'stlar aka, o'zi bu qanday dastur? Adashmasam tarjima qilgan paytimiz bu bizning ko'ngillilik bo'lib chiqdi. Volonterство. Ha, shunda bu ketayotgan yurtdoshlarimiz Germaniyada tekinga ishlashadimi? Shu haqida qisqacha aytib bera olasizmi? FSC freiwillige sotsialistlar hisoblanadi. Siz aytgandek ko'ngillilar yo'q. Asosan qayerga bo'ladi? Bular misol uchun qariyalar uyiga, klinikalarga, asosan shunaqa meditsina yo'nalishiga boradi bular. Ya'ni parvarishlash, bola parvarishi bo'lishi mumkin, bog'chada bo'lishi mumkin yoki detdomda, qo'pol qilib aytganda detdomda bo'lishi mumkin yoki qariyalar uyida bo'lishi mumkin. G'amxo'rlik qilish. Ha, g'amxo'rlik qilish. Yo'q, bunda tekinga ishlamaydi. Pul oladi, ya'ni qancha miqdorda pul oladi? 450, 480 yoki 500 gacha olishi mumkin. Balki undan ham ko'p olar. Asosiy oladigan daromadlari shunday va ularning oziq-ovqatlari ta'minlangan bo'ladi. Hamma FSOTlarda Unterkunft, ya'ni yotoq joylar bilan ta'minlanadi. Chunki 450 euro bilan Germaniyada kvartira olib yashash mumkin emas. Ta'minlanadi. Ba'zilarida oziq-ovqat ham ta'minlanadi, ba'zilarida yo'q. Shu olgan 450 yoki 480 euro pul miqdori bilan bemalol o'zini qornini to'ygazib yashashi mumkin. Bu ham 6 oydan 18 oygacha davom etadi. 1 yil 6 oygacha, ya'ni bundan keyin Germaniyada o'qishi, ishlashi, agar diplomi bo'ladigan bo'lsa, u yerda ish topib ketishi mumkin. Bemalol. Bu ham Oper dasturiga o'xshaydi, faqat A2 darajada til talab qilinadi. Ya'ni bola qaramayman men, ko'proq pul topaman yoki erkinroq yashayman degan odam uchun bu ham qulay variantlardan biri hisoblanadi. Shuni tushunishim bo'yicha, misol uchun aytaylik, bitta kandidat, kandidatimiz FSC dasturiga topshirmoqchi bo'lsa, aytdingiz, birinchi oy uchun taxminan 450 yevrocha haq to'lanadi deb aytdingiz, to'g'rimi? Shunday. Demak, 18 oygacha davom etadigan bo'lsa, bu dasturni oylik maoshlar oshadimi yoki stabilniy bir xil ketadimi? Yo'q, oshmaydi, stabilniy bir xil ketadi. Chunki ular siz sug'urtalaringizni va ba'zi ish beruvchilar bo'lsa, oziq-ovqatingizgacha ta'minlaydi, asosan yotog'ingizni ta'minlaydi. Shuning uchun oylik oshmaydi. Bu o'zi qisqa davom etadigan bo'lgani uchun unaqa oylikni oshirishlar yo'q. Tushunarli. Demak, FSC dasturi ham bizda demak nemis tilini o'rganayotgan hamda Germaniyaga ketmoqchi bo'lgan kandidatlar uchun ajoyib dastur hisoblanadi. Shunday. Optimal variantlardan bittasi. Optimal variantlardan bittasi. Xo'p, endi eng asosiy qismlarga o'tamiz do'stlar aka. Hozir biz asosan ishlash bo'yicha gaplashdik, to'g'rimi? Ya'ni Ausbildung, Auper hamda FSC dasturlari. Shunday. Va ayta olasizmi o'zi do'stlar aka, mana shu aytgan 3 ta dasturlarimiz bizda studiumdan qanday farqlari bor? Ya'ni studiumni, ya'ni universitetdan qanday farqlari bor? Universitetdan qanday farqlari bor? Shunday. Xo'p, biz bilamizki, kollej bilan universitetning farqi bor, to'g'rimi? Xuddi shunday bu yerda ham, ya'ni siz mehmonxona menejerligida o'qib turib, maksimum mehmonxona menejeri bo'lishingiz mumkin, lekin mehmonxona direktori bo'la olmaysiz.
Bakalavrda o'qib turib siz direktorlik va undan yuqori lavozimlarda egallashingiz mumkin va oylik maoshlarda ham farq qiladi bu. Mutaxassis sifatida, ya'ni bakalavr bo'lib keladigan bo'lsangiz, sizning oyligingiz 15, 16 yoki 17 balki 18 euro ham bo'lishi mumkin. Lekin soatiga shunday. Lekin Ausbildingni bitirsangiz minimum 13 dan boshlanadi, 14, 15, 16 bo'lishi mumkin. Ya'ni bakalavr oyligidan farq qiladi. Siz mutaxassis bo'lasiz va mehmonxona direktori bo'lasizmi yoki boshqa o'zingiz o'qigan sohangiz bo'yicha bemalol mansabingiz, ya'ni darajangiz yuqorilab ketishi mumkin. Statusimiz oshadi. Va Doston aka, oldin tepada aytib ketdingiz, ya'ni Ausbildung tugatgan bitiruvchi, u misol uchun aytaylik meditsina yo'nalishida ishlamoqchi. Va siz aytdingiz, o'sha stomatologiyada yordamchi bo'lib. Demak, tushunishimiz bo'yicha, agar biror bir kandidat studium, ya'ni universitetni tugallasa, u demak mana shu stomatologiyada tishlarni olishi mumkin. Tishlarni davolab olish yoki implant qo'yish, stomatolog, ya'ni vrach bo'lish uchun bu albatta studium qilish kerak, ya'ni universitetda, institutda o'qish kerak. Tugatgan bo'lish kerak. Tugatgan bo'lish kerak. Ha, demak, ya'ni bu kollejda misol uchun o'qib turib hamshira vrach bo'la olmaydi. Germaniyada ham shunday. Faqat yordamchisi bo'lib yurishingiz mumkin. Tushunarli. Lekin siz istalgan yo'nalishda Ausbilding qilish imkoniyatiga egasiz. Misol uchun bankda xohlasangiz, faqat hammasiga til darajalari yuqorilab ketaveradi. Ya'ni mutaxassisligini qancha yaxshi mutaxassislik xohlasangiz, shunga qarab til daraja, ya'ni talabi ham oshib boraveradi. Demak, hozir tushunishimiz bo'yicha asosiy eng katta etapda bizda studium turgan bo'lsa, o'z-o'zidan til darajasi ham nisbatan balandroqda. Til darajasi universitetlarga qaraladi bu. Universitetlar talab qilgan joylari bor, ya'ni nemislar uchun til daraja talab qilinmasa, lekin Yevropa davlatlari uchun boshqacha, masalan, ingliz tili yoki umuman til bilmasdan ham qabul qilish imkoni bo'lishi mumkin, lekin Yevropadan tashqarida bo'lgan davlatlar uchun alohida talablari bor o'zini. Ya'ni har bitta davlat uchun Germaniyaning o'zining talabi bor. Shunga qarab universitet minimum hozir B2 yoki C1. Demak, yuqori nisbatan. Yuqori. Xo'p, Doston aka, mana aytamiz, Germaniyada faqat nemis tilidan sertifikat bo'lishi kerak deb. Masalan, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar ba'zi birlar savol tug'ilishi mumkin. IELTS yoki ingliz tili bilimlari bilan ham Germaniyada o'qish iloji bormi? Mana shu savolga javob bera olasizmi? Germaniyada o'qishda albatta imkoni bor, lekin yashashda qiynalmasa bo'ldi. Qandaydir qiyinchiliklari bo'ladi? Ya'ni ingliz tili fakultetlari bo'ladi, lekin nemislar o'zini tiliga juda ham hurmatda bo'lgani uchun, ya'ni nemis tilini bilsa, u yoqda ish topishi, ya'ni qo'shimcha student sifatida ishlashi yoki yashashi osonlashadi. Va bitta narsani o'zim YouTube'da ko'rib qolganman. Ko'pchilik mana ingliz tilini bilib ketganlar YouTube'da o'sha payt ko'rganimda, bilamiz, misol uchun muloqot qilayotgan payti Germaniyada baribir asonoy nemis tilida muloqot qilishadi. Shunday. O'sha ingliz tilida nemisga aytgan payti nemis indamasdan jim turgan videosini ko'rgandim. O'shandan keyin o'zimga xulosa qilganim, ha, Germaniyami, demak nemis tilini bilib ketish kerak ekan degan. Shunday, ular o'zining tiliga juda ham hurmati baland bo'lgan sababli ularda 80% xalqi ingliz tilida gaplashishni biladi. Ingliz tilida muammosi yo'q, lekin nemis tilida. Lekin gaplashishmaydi. Okey, tushunarli. Rahmat kattakon do'stlarga javoblar uchun. Xo'p, endi keyingi dasturimiz bu menimcha ko'pchilik universitet tugatgan demak kandidatlarimiz uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Bu bizda primoy ishga ketish, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishga ketish. Xo'p, do'stlarga ayta olasizmi, o'zi to'g'ridan to'g'ri ishga ketish bo'yicha ham dasturlar bormi? O'zi talablar qanday, sertifikat turi yoki yosh chegaralari va hokazo. Avvalo bu Fachkraft nazarda tutyapsiz hozirda. Germaniyada yaqinda qabul qilingan qonunchilikka ko'ra mutaxassislikdan qat'iy nazar u yoqda ish topa olsangiz, ya'ni diplomingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ish topa olsangiz ketishga ruxsatnomangiz bor. Faqatgina u yoqda ish topishingiz kerak va nemis tilini bilishingiz kerak. Minimum B1 daraja yoki B2 bilan ham ketsangiz bo'ladi. Xo'p, bu albatta siz meditsinaga emas, boshqa ishlarga, ya'ni gastronomiya yo'nalishi yoki ishlab chiqarish yo'nalishlari, zavodlarda, fabrikalarda ish topa olasiz. Diplomingiz boshqa yo'nalishda bo'lsa ham, qishloq xo'jaligi, masalan, qishloq xo'jaligida bo'lsa ham, siz borishingiz mumkin bunga. Bu yoqdan ish topsangiz bo'ldi. Demak, tanlayotgan sohamizga qarab sertifikat darajasi ham o'ynar ekanda. Shunday. Qanchalik odamlar bilan ko'p muloqot qiladigan sohani tanlasangiz, shuncha oshib boraveradi. Tushunarli. Demak, gastronomiya sohalarida o'shaning uchun ham til darajalari B1 yoki B2 ekanda. Shunday. Tushunarli. Xo'p, o'z mana Doston aka, gaplashib o'tdik, ya'ni Fachkraft deb aytdingiz, dastur nomini. Fachkraft qilib ham demak yurtdoshlarimiz ketishi mumkin ekan. O'zi hozirgi kunda eng oylik maoshi ko'p bo'lgan yo'nalish qaysi yo'nalish?
Buni immunni qaysidir yo'nalishga bog'lab bo'lmaydi, lekin asosan bilasiz, meditsina xodimlari ko'proq oladi. Chunki Germaniyada meditsinaga talab kuchli. Ya'ni mutaxassislar kam. Shuning uchun boshqa davlatlardan meditsinani, ya'ni xususan O'zbekistondan ham taklif qilishyapti. Hamshiralarni, misol uchun kollejda, 3 yillik kollejlarda o'qigan bo'lsa, hamshiralarni ham chaqiryapti. Shuning uchun bizda ham bitta taklifimiz bor, masalan, sizlar uchun. Meditsina xodimlari uchun kollejda 3 yillik kollejda o'qigan bo'lsangiz va sizda minimum 1 yillik tajriba bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz o'qitib, ya'ni nemis tiliga o'zimiz o'qitib, tayyorlab 1 yil muddatimiz bor va uni barcha xarajatlarni o'zimiz qoplaymiz. Ya'ni ish beruvchi bilan bizning shartnomamiz bor, Germaniyadagi klinika bilan o'zimiz qoplaymiz va nemis tilini ham o'rgatib, yo'l chiptasigacha ish beruvchi qoplab beradi. U yoqqa borib ishlaydi. Hop, keyin sizda savol tug'ilishi mumkin. Men u yerga borgandan keyin bu pullarni qaytarib beramanmi degan savol tug'ilishi mumkin. Endi o'ylayotganim shu savol. Yo'q, qaytarib bermaysiz. Odatdagiday oylik maosh bilan ishlab yuraverasiz. Shartlari shu joyda, ya'ni bitta klinikada ishlashingiz kerak. Ya'ni sizni men senga rasxod qilganman, ya'ni chiqim qilganman, sen bu yerda tekin ishlaysan degan narsasi yo'q bu yerda. Shu el qatori, ya'ni butun Germaniyada hamshiralar qancha oylik olayotgan bo'lsa, shuni oladi. Va u yerda ishlash kerak. Minimum 2 yil bitta joyda ishlash kerak. 2 yil keyin o'zgartirsa bo'ladi ishlayotgan joyini. O'zgartirishga hojat qolmaydi. 2 yilda moslashib oladi. Tushunarli. Xo'p, Doston aka, mana aytib o'tdik, turli xil dasturlar bor ekan. Xohlasak ish bo'yicha, xohlasak o'qish bo'yicha ketishimiz mumkin ekan. O'zi mana Doston aka, uning uchun albatta biz Germaniya vizasini olishimiz kerak. O'zi viza etaplari haqida ham tushuntirib bera olasizmi? Qaysi etaplardan o'tishimiz kerak? Qayerdan viza olishimiz kerak? Shu kabi so'zlar. Agar viza bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, boshidan kelamiz ya'ni Au-pair dasturidan kelamiz. Germaniya elchixonasi ikkiga bo'lingan desak ham bo'ladi yoki Germaniya elchixonasining qoshida desak ham bo'ladi. Ya'ni TLS bor. TLS kompaniyasi, Ular bizni vizametrik bo'lgan, oldingi vizametrik, hozirda TLS ga o'zgargan. Bizni hujjatlarimizni qabul qiladi, ya'ni Au-pair dasturi, Ausbildung dasturi yoki FSOtka yoki yana 8 oylik ishlar ham bor, ya'ni mavsumiy ishlar. Shularga o'xshash dasturlar, ya'ni TLS dan qabul qilinadi hujjatlar. Kerakli hujjatlar TLS saytida ham bor. Bemalol murojaat qilsangiz ham bo'ladi o'zimizga. Bularni qilib beramiz. Bulardan siz topshirasiz. Ya'ni birinchi termin, ya'ni uchrashuv belgilaysiz. Kerakli hujjatlarni olib borib topshirasiz. Sizning hujjatlaringiz elchixonaga boradi va shu yerdan chiqadi vizangiz. TLS viza bermaydi. Ular elchixonaga jo'natadi. Asosan Fachkraftga, oila birlashtirish vizalariga yoki Weiterbildung dasturlari bor, qo'shimcha. Shular uchun siz elchixonaga borib topshirib, suhbatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni asosiy ishlar uchun qilinadigan narsalar, ya'ni hujjatlarni olib borib, siz qayerga ketyapsiz, o'zingiz haqingizda tanishtirib, mutaxassisligingizni aytib, shundan keyin hujjatlarni topshirib viza olasiz. Ya'ni Germaniya elchixonasi ikkiga bo'lingan desa ham bo'ladi. Demak bittasi TLS, bittasi vizametrik. Shunday. Xo'p, demak shunda agar kandidatda yoki shaxsan o'zimda sertifikat bo'lsa, ketmoqchi bo'lgan dasturim bo'yicha sizlar bilan bog'lansam, sertifikatni bersam, qolgan etaplarni demak yordamlashib borasizlar shaxsan. Shunday. Biz D-viza jamoasi sizga yaqindan yordam berishga tayyor. Bo'ldi, do'stlar, ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Kimga demak murojaat qilishni bilasizlar endi bundan buyog'iga. Xo'p, Doston aka, rahmat kattakon javoblar uchun. Do'stlar, shu bilan podkast sonimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat, shunchalik javoblar juda ham qiziqarli hamda informativ bo'lgan javoblar uchun. Kim uchundir bu podkastimiz foydali bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Ya'ni yoshlarimizga yoki Germaniyaga ketmoqchi bo'lgan, Germaniyada yashamoqchi bo'lgan barchaga maslahat beraman. Nemis tilini yaxshi o'rgansin. Iloji bo'lsa, disiplina bilan o'rgansin nemis tilini va maqsadidan qaytmasin. Chunki bu Germaniya imkoniyatlar mamlakati hisoblanadi. Tavsiya qilaman hammaga borishni. Rahmat kattakon. Shu bilan birga Doston aka, bizni kuzatgan tomoshabinlarimizga ham alohida rahmat. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Afiris. Ko'rishguncha.